İç ketib qoldi buni. Chiqarib ketadimi? Menimcha shu ichiga turib qoldi Jahongir aka. Ichiga turib qoldi aniq. Assalomu alaykum bizni kuzatib boruvchi obunachilarimiz. Xo'p, bizda mana navbatdagi dravlikamiz. Ikkita og'izli dravlika deyiladi. Bu o'sha O'zbekistonda trendda bo'lgan ikkita og'izli dravlikamiz. Buni endi video davomida to'liq oxirigacha ko'rsalaringiz sizlarga narxini, xarakteristikalarini, necha xil setkasi bor, qanaqa holatda qanaqa ishlatiladi, bezopasnichlari, hamma narsani tushuntirib, ko'rsatib, bitta-bitta tanishtirib o'tamiz. Buni endi sizga hozir obzorini bitta-bitta tushuntirib o'tamiz. Xo'p, bu 5,5 kilovatli mis motor, mis obmotka bilan jihozlangan motor bo'ladi. Bu motorning og'irligi 26 kiloli motor bo'ladi. 24 valli deydi, ko'plar tushunadi. Bu sohaga qiziqadigan, chorva boqadiganlar 24 valli, 26 kiloli misli motor bo'ladi, 5,5 kilovatli. Xo'p, bu endi buni soatiga 400 kilodan 600 kilogacha don mahsulotlariga mo'ljallangan bu. 400 kilodan minimal 600 kilogacha. Undan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Undan ham kam bo'lishi mumkin, lekin 400 kilodan pastga tushmaydi. Bu mana kelgan sanasi 2026 02-oy. Bu o'tgan oy kelib tushgan. Qanday kelib tushgan? O'tgan oy kelib tushgan bo'lsa, darcha bir 700 ta kelgan. O'shandan o'tgan oy hisobiga oladigan bo'lsak, bir 500 tadan ko'pi sotilib bo'ldi уже. Optimchi klientlarimiz ham bor, o'shalarga ham. Hop. Soati 5 kilovat, 5,5 kilovat aytdim. Modeli CF 870 model deyiladi bu ham. 2800 obrot deyilgan, lekin 3000 obrotga yuradi bu. 3000 obrot. Sababi motor quvvati kattaroq, to'g'rimi? Motor quvvati ancha katta. Buni endi alohida o'zini avtomatlari qo'yilgan. Hop, shnurlari ham hop ancha qalin. 4x4 deyiladi, tushunganlar 4x4 shunday misli shnur bo'ladi. Avtomatlari hop o'zi 10 sekund ichida nagruchka tiqilganda o'zi avtomatik tashlaydi bu. Hop, yana shunda ham o'chirib yoqishni shu yerdan qilsalaringiz bo'ladi buni, bemalol. Voltmetrlari bor. Voltmetrlar, ikkita kondensatori bo'ladi. Hop, kondensator o'sha motorni sovishiga, tok ishlab chiqarishga ancha katta yordam beradi bu. Ochilishi ham, yopilishi ham qulay. Bitta cho'chakni bosasiz, yopiladi, olib turib, ichini bemalol ochib almashtirsangiz bo'ladi. Hop, endi bu bunker qismiga bunker qismiga bir 45 kilodan 45 kilo atrofida don mahsuloti ketadi. Makka-pakka sotangiz bo'lsa, mana bu yerdan tashlaysiz, don mahsulotlarni to'ldirib, regulovkasini ochib qo'yadigan o'zining joylari bor. Bemalol. Endi maxaviy qismlari. Birinchi o'rinda endi har bir oilada har xil odam ishlatadi. Bezopasnisi ham ikkita pastdan qotirilgan bo'ladi, ham bitta tepadan qotirilgan bo'ladi bezopasnisi. Tishlari o'sha kuydirilgan kolonni maxaviklari 1-2 santimetrli listli maxavik bo'ladi. Tishlariga biz o'zimiz xo'p, yo 1 yil klientni talabiga qarab, yo 100 tonnagacha biz garantiya beramiz bemalol. Rezinkalari ham rezinkalar trosli bo'ladi. Endi bir xil o'ylaydi, ha deb olib sovursam ketib qolmaydimi deydi. Yo'q, bu ketmaydi. Nimaga? Tros bo'ladi ichi. Tros bo'ladi, xuddi qisqichga o'sha ma'mulni qisib turadi. Bemalol. Ma'mullar ham kauchukli bo'ladi. Uncha-muncha quyoshga, sovuqqa ketmaydigan materialdan qilingan. Lekin don mahsulotlar aylanayotgan payti o'zimiz spesialniy ma'mul uголniklar, armaturlar tashlatganmiz. Chunki dumaloqni ichida hammasi aylanadi. O'shaning uchun qisib qolish uchun mana shunaqa 4 tomondan 2 dan 4 ta armatur qo'ydirganmiz o'zimiz spesialniy. Bu ikki og'izli hisoblanadi. Bu ikkita og'izli. Xo'p, endi setkalariga keladigan bo'lsak, xo'p, setkalari 8 xil setka. Xo'p, qanaqa bu? Masalan, bir xillar tezroq vaqtdan yutish uchun ikki tomonga qo'yadi-da, ob'yomini ko'paytiradi. Ikki tomonga qo'yadi-da, ob'yomini ko'paytiradi. 1 soatlik ishingizni, xo'p, sizga yarim soatda qilib beradi bu. Kepak shakar un holatga keltirib beradi. Bu esa o'sha yorma holatdagi, yorma makka donlariga asosan mo'ljallangan yorma qilib beradi sizga. Yirik mol qo'ylarga qaynatib berishga. Bu sulus holatga keltirib beradi. 1,5 sm, 2 sm mayda qilib beradi. Bu esa yirik mollaringiz bo'lsa, yirik mollarga 4-5 sm qilib beradi. Xo'p, keyin asosiysi mana bu yopib qo'yadigani. Bir xillar endi bir tomondan ishlataman deydi. Bir tomondan ishlatadiganlarga buni bir tomonni yopib qo'yiladi-da. Xohlagan turdagi boshqa setkani qo'yib ishlatsangiz bo'ladi bemalol. Hop, endi hozir buni hamma setkasini qanaqa ishlash, qanaqa darajada chiqaradi, hammasini bitta-bitta qo'yib sizlarga obzor qilib ko'rsatib o'tamiz. Jahongir aka, buni nima bilan proba qilib ko'ramiz? Buni mana O'zbekistonda shu chorvador akalarimiz asosan shu sovon press deydi, beda press deydi. Biz topganimiz shu sovon bilan beda press bo'ldi. Sholi press deysizmi, poqol press deysizlarmi, mosh pressmi, hammasini aytgan darajasiga keltirib beradi. Hozir mana beda pressimiz
juda ham qattiq ekan, juda ham presslangan ekan. Ajratishga sal qiyin bo'lib turibdi. O'shanda ham bu apparatimiz qiynalib qolib yo boshqa narsa bo'lgan yo'q. Bittagan bo'lardi buni dushman tomonidan to'kingiz yaxshi bo'lsa, aytgan rezultatingiz chiqib beradi. Unisidan qo'rqish qo'rqilmaydi. Xo'p. Demak, setkalarni qo'yamiz. Setkalarni qo'yib, qanaqa holatda qo'yiladi, hammasini ko'rsatib o'tamiz. Hozir xo'p, mayda holatda ikki tomonga ham chiqarib ko'ramiz. Ikki tomonga 1,5-2 sm qilar ekan. Buni rezinalari mashinaning rezinasiga o'xshar ekan-a? Ha, xuddi o'shanaqa mashinaning rezinkasiga o'xshaydigan. Ochiladi. Setkasini qo'yilayotgan payt mana o'zi birinchi qo'yayotgan paytda mana. Ikkinchisida ham rezinkani olasiz, rezinkadan qo'rqmang. Ikkinchisi qo'yilishi. Buni bitta og'izli drabilikadan plyus taraflari nimada Jahongir aka? Endi bitta og'izdan plyus tomonlari obyemingiz ko'payadi, vaqtingiz isrof bo'lmaydi, tejaladi. Aytdimmi, 1 soatlik ishni 15 minutda qiladi, 20 minutda, 20 minutlik ishni 10 minutda qiladi. Masalan, qo'yga meni qo'yim ham bor, qoramalim ham bor. Bir vaqtda ikkalasiga ham yem hashik chiqazmoqchiman. Bemalol. Xo'p, qanaqa u? Bir tomonga mayda setka, bir tomonga yirik setkani qo'yasiz. Bir tomonga X razmerda chiqarib beradi. Hozir mana ikki tomonga bir xil setka qo'ydik. Sulus holatga keltirib beradigan. Yopib, hozir ishlatib ko'rsatib beramiz. Mana hozir ikki tomonga bir xil setkani qo'ydik, endi ishlatib ko'rsatib beramiz. Hashak chiqazayotganda bu olib qo'yadi obzatini. Olib qo'yiladi. Mana hop setkani ikki tomonga qo'yib chiqargan holatimiz. Mana ikki tomonni ham bir xil qilib, bir xil razmerda, bir xil ob'yemda chiqarib beradi. Mana buni o'sha mayda setkasida chiqargan holati mana. 1,5 sm, 2 sm juda ham yumshoq, bir xil o'ylaydi. Va bunaqasiga emas, bunaqasiga ham yorib beradi bu. Bitta og'izligimiz. Bitta og'izligi ham xuddi shunaqa. Bu hozir ikki tomonga bir xil setka qo'yib ishlatganimiz. Hozir endi buni bir tomonga yirik setka qo'yib, bir tomonga mayda setka qo'yib, unisini ham ko'rsatib beramiz. Ochilish jarayonlari. Mana mayda setkasi. Setka qo'yishlari ham yumshoq bo'ladi. O'zlari joyi sentrokasidan o'rnidan olingan. Jahongir aka, ip ketib qoldi buni. Bildim, chiqarib ketamaydi voy. Ha. Otor bitti. Ip qanaqa mahkam bo'ladi? İp ketdi, ipga anaqasi yo'q. Iplarni ham bemalol chiqarib tashlayveradi. Ipni ham xuddi sovonga o'xshab maydalab yubordi. Menimcha shu ichiga turib qoldi Jahongir aka. Ichiga turib qoldi aniq. Ochaylik-da. Ko'ring mana. Do'stlar, somon chiqaryapmiz. Ipi qo'shilib ketib qoldi, ko'rinmay qoldi. Menimcha ichida qolib ketdi bu. Ichida qolib ketmaydi, sovonga o'xshab bir xil qilib chiqarib yubordi bu ipni. Haqiqatda ipi yo'q. Qo'ygansiz mana mayda ham o'sha razmer o'zgarmadi. Bedani ham xuddi somon bilan bir xil razmerda chiqarib berdi. Mana endi yirik holatda, yirik tomonga qo'ydik, bu tomonga mana yirik holatdagisi. Juda ham yumshoq. Ob'yemni ko'paytirib yubordi mana. Endi bu mollarga, yirikroq qo'ylaringizga beradigan bo'lsa, mana shunday holatda chiqarib beradi. Menga eng yoqqan tarafi Jahongir aka,
bedani poyasi qalin bo'ladi-ku. Aha. Poyasini ham o'rtadan yorib berar ekan. Xuddi shunaqa ham kesib chopib beradi, ham bunaqasiga ham yorib beradi bu. Endi buni bir tomon yopib qo'yib, bir tomonda chiqarib ko'rsatadi. Ob'yomi undan ham ko'p bo'ladi. Mana bir tomon yopib qo'yadigan setkasi bor o'zini. Bu qo'yilganda juda ham qalin bu, uncha-munchaga ketmaydi bu. material nima buni Jahongir aka? Materialda ham 1,5 millimetrli list bo'ladi. Xuddi mana buni bilan pashti bir xil razmer. Buni qo'yganda faqatgina bitta tomondan foydalanish uchun, to'g'rimi? Buni faqat bir tomondan. Mana bir tomonni yopib buni. Hop, endi bir tomondan buni nimaga aytadi ko'plar? Chunki bir tomonlar bilan ikki tomonlar og'zini pulida katta razitsiyasi yo'q. Bo'lsa ya 200 ming yo 300 ming so'm razitsiya qiladi. 200 ming 300 mingga siz bitta dona drablik emas, ikkita drablik olgan bo'lasiz. Buni ishlatib mana yerda presimiz juda ham zich mana. Jahongir aka, shu joyda hozir chiqarilganini ko'rsatamiz. Undan oldin bir ikkita savollar bor. Hop. Masalan, men Surxondaryodan yoki Qashqadaryodan yoki u Qoraqalpog'istondan telefon qilyapman, zakaz bermoqchiman. Hozir onlayn do'konlarda shunaqa narsa bor. Pulingizni oladi, pulingizga uxlab qolishingiz mumkin. Sizda qanaqa yechim bor? Bizda unaqa narsa yo'q. Klient zakaz beradi masalan. Oldindan bir so'm pul olinmaydi, boshqa narsa bo'lmaydi. Tovar yetib boradi, o'sha shofyorlarimiz olib boradi. Olgandan keyin tovarni ko'radi. Stresslangan, unaqa stresslangan holatda bo'ladi. Ustidan ko'rib mana bu stresslangan holatda bo'ladi. Xuddi o'shanaqa ko'rinishda oladi, o'shanaqa ko'rinishda olgandan keyin salafanlarni bemalol yirtib, ichini urilmagan, qirilmagan, qishilmagan joylarni ko'rib olib, keyin pul beradi. Bizda unaqa oldindan zaklat tasha, 100 ming ber, 200 ming ber, unaqa narsa yo'q. To'liq zaklat olinmaydi. Biz ishonamiz, olib boriladi, ko'radi. Yoqqandan keyin pulni beradi. Masalan, bir xil sotuvchilar bor. Masalan, Surxondaryoni qaysidir tumandan zakaz beryapman. O'sha tumanga yig'ilsin, zakaz yig'ilsin, 5 ta, 6 ta bo'lsin, 10 ta bo'lsin degan narsa bor. U hafta zakaz bergandan keyin hafta 10 kundan keyin kelishi mumkin. Bizda qanaqa? Bizda unaqa narsa yo'q. Masalan, bugun zakaz berdim. Bizga bitta dona zakaz tushdi, bo'ldi. Bitta dona zakaz berilgandan keyin yarim soat 40 minut atrofida o'sha o'zimiz Toshkentda, biz manzilimiz o'zi Toshkentda skalatimiz, Zangiota, mana bu Yangiyo'lga yaqinroq joyda skalatimiz. Ko'plar shu manzil qayerda joylashgansizlar, vodiydami, Andijondami, qayerda deb so'raydi. Yo'q, biz skalatimiz Toshkentda, o'zimiz Xitoydan birinchi qo'l olib kelamiz. Donaga ham optimga biz ishlaymiz. O'sha aytilgan vaqtda masalan 40 minut, yarim soatdan keyin chiqariladi. Endi baribir endi yo'l unga. Biz 2 kun yo'lda razitsiyasini olganmiz, 48 soat. 48 ga bormaydi-yu, 24 soat, 36 soatga undan ham oldin yetib boradi, bemalol. Demak, hozir mana bir tomonni yopib qo'ydik, bir tomonni ishlatdik mana, bir tomonni juda ham chiroyli. Mana bu beda pressimiz, beda press, somon press, poqol hammasi aralashgan ekan. Mana shunda 1,5-2 santimetr juda ham yumshoq, mayin qilib holatda chiqarib bergan holati mana. Buni yegan qo'ymoq semirib ketsa kerak. Qadani qaraydi. Yo'q. Mana ko'rsalaringiz bo'ladi. Juda ham sifatli, ubitka yo'q, assetga bo'lib chiqib, masalan, cho'klar qolib ketib, unaqa narsa yo'q. Tushgan narsani 100% bir xil razmer, bir xil qilib maydalab beradi. Cho'ksimi, poyasimi, faqat bitta narsa, hop bunga temir narsalarga ehtiyot bo'lishingiz kerak. Temir narsalari masalan tushadi. Tish sinmaydi lekin qayriladi.
qo'lda yana to'g'rilasangiz bo'ladi, endi qattiq narsa bilan. O'sha narsasiga e'tibor bersa bo'ldi, o'sha presslarga ichiga qarab ahamiyat berib ishlatish kerak faqat klientimiz. Aytib o'tganda o'sha motorda o'zini xo'p tok ko'rsatkich datchiklari bor. O'zi tokini ko'rsatib turadi. O'sha tokiga qarab turib, endi bir xil keladi, hamma uyimda menda tok zo'r, uyimda menda tok zo'r deydi. Endi shunda ham tokingizga qarab ishlatsa, mana masalan bizda hozir 220 kak bo'lajini tok berib turibdi. Eng kami nechaga ishlaydi? Eng kami 170 gacha, 160 da ham ishlaydi, lekin 160 ga biz garantiya bermaymiz, chunki klient uyida qanaqa tok biz bilmaymiz. O'sha 170 gacha biz garantiya beramiz. 170 gacha ishlaydi. Ob'yom sal pasayishi mumkin, lekin 170 gacha ishlaydi bemalol 100%. Jahongir aka, drabelkangiz zo'r ekan. Ishondik, yoqdi. Xudo xolasa olib qo'ylarimiz boqsak semirib ketadi. Faqat buni narxini ayting. Narxi hozir ko'ryapmiz 1.8 million so'mga ham drabelka bor. 3 million, 3,5 million so'mga ham drabelka bor. Bu drabelkangiz men ko'ryapman 3,5 million, 4 million bo'lsa kerak. Yo'q, bu hech qanaqa 3,5 million, 4 million emas. Bu 3 milliondan ham past. Xo'p, buni endi ko'plar mijozlarimizga qimmat deyishi mumkin. O'z aslida tovarda mana drabelkaning narxi arzon. Prosta viloyatlarga bir viloyat, tumanni ham bir qishloqlarda bo'ladi, o'sha qishloqda ham tepasida bo'ladi. O'sha hamma narsani biz o'zimizga bo'ynimizga olgan holatda dastavkalari bilan buni 2.9 million so'mga dastavka qilib beramiz o'sha aytilgan joyigacha. Endi aytilgan joy buni 2.7 million so'mga o'sha aytilgan joyga dastavka qilib beramiz. Orasida 200 ming so'm farqi bor. 200 ming so'm farqi siz bitta drabelka emas, ikkita drabelka olgan bo'lasiz. Ob'yomingiz ham ko'payadi. Mana bunaqa changda bittalab sovib o'tirmaysiz. Solasiz og'ziga siqqanicha 200 ming so'mga siz ikkita drabelka olgan bo'lasiz bemalol. Bu drabelkalarga zakaz berish uchun qanaqa bog'lanish kerak? O'sha internet kanalimizga nomerlarimizni qo'yib qo'yganmiz. Bemalol 24 soat bizda unaqa 9 dan kechki soat 6 gacha ishlaydi degan vaqt yo'q. Bemalol endi o'zingiz vaqtingizga qarab 10 bo'ladimi, 11 bo'ladimi, kechki soat 12 gacha bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Do'stlar, drabelkalarga zakaz berish uchun batafsil yana ham o'zingizda qandaydir savollar bo'lsa, savollaringizga javob olish uchun pastda opisaniyada raqamlarini qoldiramiz. Ikki og'izli drabelkamizni 2.9 million so'm qilib belgiladik. Soni kam. Mana soni mana shuncha qoldi. Siz bu videoni 2 oydan keyin, 3 oydan keyin ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Siz ko'rayotgan vaqtda narxi arzonlagan yoki qimmatlagan bo'lishi mumkin, lekin katta razniца bermaydi. Batafsil ma'lumot olish uchun, narxlarini точно aniqini bilish uchun va buyurtma berish uchun pastdagi raqamlarga telefon qiling. Sterolog jamoasi xizmatingizda. Keyingi videolarda yoki bundan oldingi videoda xuddi shu drabelkamizni bitta og'izligini ko'rishingiz mumkin. YouTube kanalimizga obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling. Chorvangizdan yanada ko'proq daromad oling.